6 qismi. Mən Nəvrədən bilan məsləhətni obdan pişirib alğandan keyin tang etiş bilanla tug'ilib o'sgan yurtimga qarab yurib ketdim. Mən Odul akamlarning uyiga tushgan edim. Yurtga borgandan keyin ko'rishmagili uzun bo'lgan qon qarindoshlar bilan jam bo'lib hol ahvollashdik. Araliqda do'st birodarlarmo alaydan uyga kelib ahvol so'rdi hamda uylarga taklif qilishdi. Dam oladigan planim tushib qolayli deb qolg'achqa hammaylanga chiroyliq o'zdirxonlik aytdim. Yurtimdagi cho'ng o'zgarishlarni ko'rib bexosh bo'ldim. Ilgari biz doim mangdigan katonliq yo'llar hozir allaqachon asfaltlashib, cho'ng yo'ldan toki bulungdagi tor ko'chalargacha ko'cha chiroqlari o'rnatilibdi. Rətlik silingan chidamliq uylar yurtimizni ilgirkidan nechasi go'zallashtirib, bog'chisimon kanatgalar aylantirib qo'yibdi. Uydagilar men o'qish bitirishimga oz qolganda Noya bozordan bir yurish uy ilib qo'ygan edi. Ota-onam allaqachon demilishga chiqib ketgan bo'lib, ular Noya bilan yezdagi uyda almashib turadi. Men akamga yurtimizdagi o'zgarishlardan to'liq xushal bo'lganligimni aytganimda, akammo kulimsirab turib, hukumatimizning dehqonlarga qilgan g'amxo'rligidan nihoyat rozi ekanligini, hozir har bir uyga 1-2 dan kadr avatganligini, doim hol ahvol so'rab, ularning qiyinchiligini vaqtida hal qilib berdiganligini, dehqonchilik mahsulotlarini setishdan burunqidek ansirmaydiganligini, hozir kadrlar dehqonchilik mahsulotlarini ko'ngildagidek setishga yordam qilib, turmushini yaxshilashga bek ko'p kuchayotganligini, hozirgi baxtiyor turmushdan to'liq rozi ekanligini bildirib o'tdi. Akamdan olsam, yana ilgirki ko'na boshlang'ich maktablarning o'rniga allaqachon yep-yangi boshlang'ich maktablarni silibdi. Shunday qilib, men akamdan uni-buni so'ragan bo'lib, kishilarning hol ahvolini, nima ishlar bilan shug'ullanayotganligini so'rab o'tib, Baxtiyor akamning turmush ahvolini so'rdim. Akam menga Baxtiyor akamning o'qish bitiribla yeziliq omonat qarz ko'pratibiga ishga tushganligini, aradan uzoq o'tmay bir xizmat ishi bilan to'y qilganligini, bir yildan keyin ayolining tug'utda qazo qilganligini, ana shundan keyin uning qayta to'y qilmaganligini aytib o'tdi. Akamlarning uyida tushlik tomoqni yeb bo'libla aram oldim. Kechqurun Baxtiyor akamlarning uyiga bordim. Akamga xizmat munosabati bilan ko'rishadigan ishim bor edi deb qo'ygan edim. Ishlayotgan xizmatim har qanday bir sohaga chetiladigan bo'lg'achqa, akam mendan ortiq savolni so'rab ketmadi. Baxtiyor akamning uyiga borganimda, eshik oldidagi o'rindiqda Baxtiyor akamning otasi Usmon aka maktab o'tiradi. U xayrila yashinib qolganiga qaramay, yanalloh meni tunib oldi. Biz intayin qizg'in parangga tushib ketdik. Men Usmon akaning bayonlaridan Baxtiyor akamning opasining 3-4 yil burun olamdan o'tganligini, Baxtiyor akamning qizining ichkiridagi Shinjang to'liq o'tirat sinfiga o'qishga o'tganligini, Baxtiyor akamga kelgan ko'ngilsizlikdan keyin qayta to'y qilish to'g'risida nurg'un xizmat ishlagan bo'lsa-mu, qayta to'y qilmaganligini, do'st birodar qarindoshlarning nasihatlari qilch kor qilmaganligini aytib berdi. Men Usmon akamga xizmat munosabati bilan kelganligimni, banka pul muomala ishlari to'g'riliq so'raydigan maslahatim borligini aytdim. Bir chaqda Baxtiyor akam axranlik mashinasini haydagunicha ishdan qaytib keldi. U yanala burunqidek o'riq edi. Sochlariga sanjilgan oq sochlarini qo'shmaganda, oradan shuncha yillar o'tibmi, u qilcha o'zgarmagandek turadi. Uning bilan qizg'in hol ahvol so'rashib, uning boshlashi bilan ayrimxonasiga kirdim. U usuzlik qatorida choy ilib kirgandan keyin dastlabda tog'dan bog'dan paranglashdik. Ondan men uningdan turmush ishi to'g'riliq savol so'rganimda, uning demi birdilla ichiga tushib ketdi. Uning bu turqiga qarab men musal bearam bo'ldim.
Mən Baxtiyor akamğa Osman akamdan hamma ishlarni anglaganligimni, keyingi turmushni qandoq o'ylashayotganligini so'raganimda, u menga o'ziga ta hozirga qadar muvofiq biror loyiq chiqmayotganligini aytib turib oldi. Hey, qara buni. Nədimi shundoq ish bo'lsin? Men uning so'zlaridan uningmi tunji muhabbati bo'lgan Gulshan Hadamni texcha unutib ketolmaganligini his qilib, Gulshan Hadamning hozirgi ahvolini uningga yetkazdim. Gulshan Hadamning so'zi chiqish bilan tang u menga lappida bir qarab qo'yib, yana beshini tuvan solganicha so'zlashga boshladi. Inim, bugun yinimga obdan kapsiz. Qaraganda siz maxsus mush ish uchun kelgan o'xshaysiz. Ma'qul. Men bo'lgan ahvollarni sizga tafsili so'zlab beray. Men Urumchidagi Moliya iqtisod maktabiga o'qishga mengib, bir mavsumdan keyin qaytib kelganimda, Gulshanlarning tuyuqsizlar bir kechida bu yurtdan ko'chib ketganligini angladim. Asli Gulshan meni o'qishni bitirgach saqlaydigan bo'lgan edi. Men ularning ko'chib ketganligini anglagandan keyin shu qadar azoblandim. Nәдім bo'lmasin, Gulshanni cho'qim izlab tepib, o'qishimni tashlaydigan ish bo'lsa-mu, uning bilan cho'qim to'y qilaman degan niyatni ko'nglimga pukdim. Kishilardan so'rsak, ularning nega ko'chib ketganligini hech kim uqmaydi ekan. Gulshanning bir hadisi So'ygatlik mahallasiga yotliq bo'lgan edi. Men darhol So'ygatlik mahallasiga berib, uning hadisi bilan ko'rishib, surishti qildim. Lekin u menga nəhayət soğuq muamele qildi. Bundan keyin Gulshanga yaqin yo'lamasligimni, uning ikkinchi qitim to'y qilib bo'lganligini, uning baxtli turmushini buzmasligimni aytib yo'lga soldi. Lekin adresini zot aytib bermadi. Men yaqin bir og'aynamning hadisini o'tirg'a chiqarib, Gulshanlarning izlarini surishti qildirdim. Uning adresini bilgandan keyin uni izlab bordim. Surishti qilgandan keyin hadis degandek Rastlallah o ikkinchi qitim to'y qilib bo'lgan ekan. U chog'larda yotqimizda telefon bo'g'ini bilan kanatlarda telefon nima ish qilsin deysiz. Men amalsiz qaytib keldim. Uningdan ayrilib, bu dunyo menga shunchalik qorong'u bilindi. Uni behseg'indim. Kun-kunlab uyga qaytmay, og'aynamning uyida onunğa dərtlərimni töküb rasa içdim, yığladım, qaqşıdım. Lekin bununluq bilan nim iş özgürüb qalatdı. Əgər şu çağlarda xat, uçur aloqa degan ravon bo'lgan bo'lsa, Gulshanlarning ko'chib ketadiganini bilgan bo'lsam, ham uning to'y qilishini bilgan bo'lsam, hargizmi o'qishga bormaydim. Shu ishlar bilan o'qishdan yaldaymoqchi bo'ldim. Lekin bo'ldigan ish bo'lib bo'lgan tursa, baribir ishlar o'rniga kelmagachga, men Gulshanning orzusini amalga oshirish uchun tirishib, yaxshi o'qish niyatiga keldim. Shuning bilan yana qayta o'qishni davomlashtirdim. Yana bir qatamliq ta'tilga kelganimda, Gulshanning ikkinchi eridan ajrashib ketib, uchinchi to'yga tayyorlik qilayotganligini anglab qoldim. O'zi söygan, o'zi yaxshi ko'rgan odamni unutish shuncha oson demsiz. Bu hargiz mumkin bo'lmaydigan bir ish ekan. Mayli qanday xil bo'lmasin, bu qatam cho'qim Gulshan bilan ko'rishiman. Cho'qim to'yni to'sib, Gulshan bilan to'y qilman degan niyatga keldim. U chog'larda Gulshanning otasi allaqachon tugab ketgan bo'lib, opasi bo'lsa og'riqchan bo'lg'achqa, uningga cho'ng hadisi ega bo'lib, bu to'yga tutish qilgan ekan. To'y bo'lishiga necha hafta vaqt qolganda, men ota-onamni mingtaslikda qoyil qilib, elchilarni taqildirib, cho'ng hadisning uyiga yo'lga soldim. Kim bilsin, uning cho'ng hadisi Nurnisaxon elchilarga nəhayət soğuq tegibdi. Texi, singlimni ozdurganligiga sudga arz qilmaganimizga xo'sh bo'lsa bo'ladi. Elim u rahmatlik atam o'z vaqtida bir yurtlik ishkanligimizning yuz xotirasi bilan bu ishlarni bo'ldi qilib etgan. Hozir singlimizning emas, bir oila kishilarning hammasining nomi bulg'unib bo'ldi. Chiroyliqcha bo'ldi qilinglar.
Ha, Nursaxon ukam. Ondaq mı dep ketmang. Ular qandaq bo'lmasan bir mahallada bir yurtning suyini ichib cho'ng bo'lgan. Kichikidan bir-biriga ko'ngil berishgan-kan. Aldirabli bir narsa devatmay. O'yinni baqqaloq. Siz nima biladingiz? Bizni necha yoshlik bola chaqlayapsiz? Ayni chaqlarda otam rahmatlining oshni so'ztekning kasabatidan qanchalik azoblanib ketganligini siz bilamsiz? Bu to'yni qilaman deb uxlamay tush ko'ribdi. Men Nurnisaxon oyatli bo'ladi ekanman. Osmondan pichoq yog'simi, u so'ztek singlimni hargizma bermayman. Shu chaqda elchilarning qaytib kelib degan gaplari menga esimdan chiqmaydi. Nurnisaxon hadab singlisini bir Isilboy savdogarga yotib qildiganligini, bu qatam cho'qim ta'lik qildiganligini nechcharat aytib turibdi. Lekin men biletdim. Gülşen o naydı yuvaş, bekli saddı kız. Onunla öylekiler besim kılsa hiç qandaq qarışık qılamaydı. Aşındaq ahvalda o yeni bəxtini taparlar mı? Həmimiz savdogarlar haqida köp anlagan. Savdogarlarning qandaq bulduğanlığını mı obdan bilimiz. Gerçi hamma adamlar bir tayaq taydab ketgili bo'lmasa-mu, lekin yanıla Gülşen'den ensirab, onun yeni ko'ngli azar yeb baxtsiz bo'lib qolishidan bekli qo'rqdim. Men ana shu azoblar ichida o'zimga qattiq talab qo'yib, ortiq xiyollarni qilmaslik uchun o'z kasbimni tirishib o'rgandim. Maktabni bitirib qaytib kelib, yurtimda ishga tushdim. Gerçi Gülşenni unutib ketolmagan bo'lsam-mu, ota-onam oldidagi burchimni ado qilish uchun bir xizmatdoshim bilan to'y qildim. Biz to'y qilib, 20 yil o'tmay Gülşen'nin yana ajrashib ketganlik to'g'risida xabarni oldim. Bu chaqda qanchalik azoblanganligimni faqat o'zim bilaman. Ayolimning tug'ut vaqti yiqilishib qolgan chaqlarda Gülşen sarang bo'lib qopdi degan xabar tarqaldi. Ayolim tug'ut ustida qazo qildi. Ana shundan keyin onasiz qolgan bechora qizimni bekib qatorga qo'shishdan boshqa hech qanday bir ishni o'ylamaydigan bo'ldim. Gülşen'ning hozirgidek ahvolga qilishiga mana men sababchi. Mana men gunohkor inim. Men Gülşen'ga yuz kelinmayman. Ayni chog'da ikkimiz hissiyotning kayniga kirib, shu ishni sodir qilmagan bo'lsak, u bugungidek ahvolga tushib qolmaydi. Lekin amdilikda mening pushaymonlarim, mening qo'shsashlarim bilan qaysi ish hal bo'ladi? Men Gülşen'ga yordam qilishni, uni davolatishni nurg'un qatam o'yladim. Biroq ko'ch-ko'ylarda yana Gülşen ikkimiz to'g'riliq gap-cho'chaklarning olib ketishidan, uning hilqa ochisining meni sudga arz qilishidan bekli ansirdim. O'zim yolg'iz bo'lgan bo'lsam, parvo qilmaydim. Lekin men sudga arz qilinib qolsam, bechora qizimning holidan kim xabar oladi? Ota-onam bo'lsa, allaqachon yashnab qolgan. Apam kasalchan. Men oxiri taqdirning o'rinlashtirishi shundoq o'xshaydi deb hozirgacha qayta to'y qilishni o'ylab baxmadim. Baxtiyor akam yig'lab tashaldi. Uning ko'zidan oqqan yoshlarga ayni chig'lardagi chin muhabbatiga bo'lgan ichinish, Gülşen hadamga bo'lgan cho'nqur siyg'inish va tortishish, o'zini ayiblash, ilojsizlik hislari aralashib ketgan edi. Men Baxtiyor akamga cho'nqur hisdoshlik qildim. Men uningdan navoda Gülşen hadam sog' bo'lsa, uni qabul qiladigan qilmaydiganligini so'radim. U menga bir hazo qarab turayotgandan keyin albatta degandek boshlang'ishdi. Men uning bu holatidan, uning hozirgi turmushidan yanada ansiraydiganligini his qilsam-mu, uning rad qilib etmaganidan to'liq xushal bo'ldim. Hamda uningga haqiqiy ahvolni aytib, yonfonimdagi mezmonlarni ko'rsatdim. Bu mezmonlarni o'qib tugatgicha Baxtiyor akamning ko'zidan to'xtamay yosh qo'yildi. Necharat, jinim Gülşen, sizga bekli o'val bo'ldi. Sizga yuz kelinmayman deb eg'ir tinib qo'ydi.
Nevri Hadamning uyiga borganimda allaqachon yerim kecha bo'lib qolgan edi. Hadamga egilgan ahvollarni so'zlab bergach, Baxtiyor akam bilan bo'lgan suhbatning un xotirasini Hadamga to'liq anlatib qo'ydim. Hadam ko'zlariga yum yosh ilib ketdi. U menga o'xshashla Gulshan Hadam uchun intayin xushal bo'lgan edi. U endi qanday qilish kerakligini mendan so'radi. Men Hadamga ata tong asla Gulshan Hadamni uyga chaqirib kelishni, ondan haqiqiy ahvollarni uningga aytib, uni cho'qim qoyil qildiganligimni aytdim. Hadam Gulshan Hadam uchun cheksiz xushal bo'lib, hayotga ming rahmatlarini aytib, mehmonxona uyga o'rin ko'p rastlab berib, yaxshi orom elishimni topilab chiqib ketdi.